Assalamu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Necha yuzlagan omma Kanadaning Vancouver shahrida namoyish qilib, Xitoyning Uyg'ur musulmonlarini yo'qitishiga norozilik bildirdi. Amerikaning ikki kengash palata a'zosi Rim papasini Xitoyning Uyg'ur musulmonlariga ziyonkashlik qilganligini ayblashga chaqirdi. Navarro Xitoyning 7 ajallik gunohini tizib, cho'qim bir kuni hisobini oladiganligini bildirdi. Arab Birleşme Xalifligining hay'ati Masjid Aqsodan qo'g'lab chiqarildi. Ozarbayjon yana 13 kentni Armeniyaning ishg'oliyatidan qutuldirdi. Tuvanda dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Xitoyning Kanada turishliq bosh elchisi Song Pyoning Kanadaning Hong Kong va Sharq Turkiston ishlariga aralashmasligini ogohlantirishi Kanada jamiyatida kuchli inkas qo'zg'adi. 18 oktyabrda Vancouver Uyg'urlar jamiyati tarafidan uyushtirgan Uyg'ur, Tibet, Hong Kong, Filippin, Hindiston va Vyetnam qatorliq 10 ga yaqin o'xshamagan millat tashkilotlaridan kelgan 200 dan ortiq kishi Xitoyning Vancouverdagi konsulxonasi oldida 3 million Uyg'ur tutqun lagerdan qo'yib berilsin. Xitoyni boykot qilaylik degan lozunkalarni ko'tarib namoyish qilib, Ottavani Sharq Turkiston va Hong Kong kishilik huquq qonunini chiqarishga, ittifoqdoshlar bilan birlikda Xitoyga qarshi turib, Xitoy tutqun qilgan 2 Kanada fuqarosini qutuldirishga chaqirdi. Vancouver Uyg'urlar jamiyatining yoshlar rahbari Xitoy virus sababli ijtimoiy oraliqni saqlash talabi bo'yicha namoyish qatnashuvchilarining soni cheklik bo'lgan bo'lsa-mu, 300 dan ortiq kishi tor orqali birla vaqt faoliyatga qatnashganligini. Bu yig'ilishning asosiy maqsadining Xitoyning urush bo'risi diplomatiyasiga qarshi turib, Kanadani qo'rqitish tahdidiga norozilik bildirib, Kanadaliklarni saylam rayonidagi parlament a'zolarini Amerikaga o'xshash Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonuni va majburiy Uyg'ur emgakning oldini olish qonunini qo'llashga chaqirganligi. Sharq Turkistondagi majburiy emgak masalasini tafsiliy tushuntirib, saylam rayoni parlament a'zolariga xat avatib, ularning qonun chiqarish tadbirlarini ishlatib, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligini cheklashni talab qilganligini, agar harakat qilmasa, Xitoyning o'zidan boshqa texmi ko'p millatlarga buzg'unchilik qilganligini ta'kidlagan. Kanada Uyg'ur jamiyatlari o'tgan hafta Kanadadagi 120 dan ortiq Kanada kishilik huquq, diniy e'tiqod qatorliq tashkilotlarni bosh minister Trudeauga birlikda xat avatib, Ottavadan Sharq Turkiston xalqini qo'g'dashni talab qildi. 19 oktyabr Indiana shtatidan kelgan Cumhuriyetçiler Partiyasining kengash palata a'zosi Tot Young va Virginia shtatidagi Tim Kaine Rim katolik Rim papasi Fransiska birlashma xat avatib, Vatikan papasini Xitoyning dinlarga ziyonkashlik qilish va kishilik huquq tafsandichiligini, bo'libmi Sharq Turkistondagi Uyg'ur musulmonlarining Xitoy Kompartiyasi tomonidan ziyonkashlik uchirganligini ayblashga chaqirdi. Ikki kengash palata a'zosi papaga yozgan ochiq xatida uzun yillardan buyon Xitoy Kompartiyasi Sharq Turkistondagi Uyg'ur aholilariga qaratilgan umumiy terrorlik harakatlarini boshladi. Necha million Uyg'ur musulmonlarining kishilik huquqi atalmish qayta tarbiyalash lagerida so'zligili bo'lmaydigan daxli tarzga uchirdi. Ularning chet eldagi tuqqanlari hech qanday javob va qo'llashga erishmadi. Xitoy Kompartiyasi Uyg'ur ayollarini majburiy bola tushirish, homildorlikdan saqlanish tadbirlarini qo'llanib, Sharq Turkistondagi tug'ish nisbatini 24% to'vallatgan. Bu mutaxassislarning nopusning yo'qolishi deb tasvirlaganlarning bir qismi. Xalqaro jamiyat qo'lliq va majburiyat emgakini yo'qotishga urinayotganda, Sharq Turkistonda bu odatlar ijtimoiy kontrol va iqtisodiy ilgirlash quroli sifatida ishlatilmoqda. Bu xil sistemalik izchil adolatsizlik va kishilik huquqi daxli taruz qilmish, e'tiqod va madaniyat odatini oshqo'lliq va terrorlik bilan bog'laydigan qonun ramkasi ostida yuz bermoqda. Qisqasi, Xitoy Kompartiyasi so'z, madaniyat va diniy e'tiqod huquqiga qarshi urush yapmoqda deganlarni bayon qilgan. Vatikan hozir Xitoy Kompartiyasi bilan episkoplarni tayinlash to'g'risidagi 2 yillik vaqtlik kelishimni uzartish to'g'risida suhbatlashmoqda. Amerika hukumati Vatikan bilan Xitoy Kompartiyasi episkoplarni tayinlash kelishimini uzartish suhbatini tanqidlab, Xitoy Kompartiyasining dinlarga ziyonkashlik qilganligini ayblashgan. Xuddi ilgari dunyoning har qaysi joylarida erkinlikni talab qilganga o'xshash, Xitoy kommunistik hukumatining dinga ziyonkashlik qilganligini, jumladan Uyg'ur musulmonlari qilingan zulmni ayblashga chaqirdi. 19 oktyabr Amerika Aqsaray sudi maslahatchisi Navarro Washingtondagi Hudson institutida nutq so'zlab, Xitoy Kompartiyasining 7 ajallik gunohini Amerikaga bo'lgan tahdid deb ayblab, Xitoy virus to'g'risidagi haqiqatni yushirib, yer shari xarakterlik tarqalishchan vabo fojiasini va iqtisodning chekinishini keltirib chiqarganligini, Amerikaning cho'qim Xitoyning mas'uliyatini surishti qilganligini, amon bir kuni hisob olganligini bildirdi. Navarro so'zida Xitoyning adolatsiz sud qilmishidagi 7 ajallik gunohni, ya'ni Amerikaning bilimlilik huquqini o'g'irlash, Amerika shirkatlarini texnik o'tinib berishga majburlash, Amerika kompyuterlariga tajovuz qilish va sud maxfiyatligini o'g'irlash, molni Amerika bozoriga tashlash va Amerika shirkatlarini vayron qilish, Xitoyning davlat korxonalariga mohiyatlik to'liqlama berish, Amerikaga fentanyl setish, pulni kontrol qilishdan iborat bo'lib, Xitoy iqtisodiy urush va 7 ajallik gunohni ishlatib qolmasdan, balki zamonaviy uchur urushi va siyosiy sistemaga hujum qilganligini,
Birleşken Devletler Teşkilatları qatarlıq dunyoviy tashkilotlardan foydalanib, dunyoga hokim bo'lishdak razil qora niyatini oshkorlagan. Bu xil uchur urushi Xitoy ta'sirining Amerika, Hollywood, yuqori texnikalik bazasi Kermeni jilg'isi, MBA va universitetlardagi asosiy o'rinlarga singib kirishga sharoit hozirlab bergan. Navarro so'zida Oqsaroyning Xitoy virusining tarqalish manbasini tepish va Xitoyning mas'uliyatini surishtirish irodasini yana bir qatim ta'kidlab, bevosita Xitoy virusi degan so'zni ishlatib, Xitoyning yuqumning haqiqatini yushirganligini ayblab, cho'qim tarqalishchan kasalga mas'ul bo'lish kerakligini, Amerika xalqining Xitoy virusining kelish manbasini bilishi, Amerika xalqi Xitoy virusi keltirib chiqargan Amerikadagi trillion dollarlik ziyon va fojialik hayotda Xitoyning to'liq mas'uliyatini ustiga kelishini, Xitoyning virus uchurini erkin dunyodan yoshirishni to'xtatishini, bu hisobning cho'qim bir kun elindiganligini qayta o'ttirib qo'ygan. Hozir bu cho'ng vabo yanada dunyo miqyosida kengayib hayotlik bexatarligi va dunyo iqtisodiga g'oyat zo'r ziyonlarni kelmoqda. Xitoy vaqti 20 oktyabr atigan soat 9 dan 24 minut o'tganga qadar dunyo miqyosida 40 milliondan ortiq kishi Xitoy virusi bilan yuqumlangan. Amerikada 8 million 200 mingdan ortiq kishi yuqumlangan. Dunyo miqyosida 1 million 100 mingdan ortiq kishi qazo qilgan. Amerika ovozining doklati qaraganda Navarro Amerikada Xitoy virusi sababidan qazo qilgan va iqtisodiy ziyonning umumiy sonining Amerikaning 4 yillik ishki ishlab chiqarish umumiy qiymatiga taxminan 20 trillion dollarga yetadiganligini o'ttirib qo'ygan. Falastinliklar Isroil saqchilarining himoyasida Masjid Aqsoga kirgan Arab Birlashma Xalifaligi vakillari o'mikini Masjid Aqsodan haydab chiqardi. Falastin Vodiy Hilva uchur markazining Facebook betida e'lon qilingan sin ko'rinishlar Isroil saqchilarining hamrohligida Masjid Aqsoga kirgan Arab Birlashma Xalifaligi vakillari o'mikining masjid jamoati tomonidan sirtqa chiqarib etilganligini ko'rsatib berdi. Ko'rinishlar bir falastinlikning Arab Birlashma Xalifaligi vakillari o'mikini Isroil bilan munosabatlarni normallashtirish tarafdorligi bilan ayblaganligi, ularning nazarga ilinmaydiganligi, Masjid Aqsodan darhol chiqib ketishni talab qilgan ekan. Ta'tilashlardan keyin Arab Birlashma Xalifaligi vakillari o'miki Masjid Aqsodan chiqib ketishga majbur bo'lgan. O'tgan hafta Omandan kelgan vakillar o'miki Isroil saqchilarining qo'g'dishi ostida Masjid Aqsoni ziyorat qilgan. Yaqindan buyon Paris qo'ltiq davlatlardan kelgan vakillar o'maklarining Isroil xavfsizlik kuchlarining himoyasi ostida Masjid Aqsoni ziyorat qilishga urinishlari diqqat tortmoqda. Isroil bilan Arab Birlashma Xalifaligi va Bahrayn o'rtasidagi munosabatlarni normallashtirish kelishimi 15-sentabrda Amerika Oqsaroyda o'tkazilgan rasmiy marosimda imzolangan. Azerbayjon armiyasi Jabroil viloyatiga qarashli yana 13 kentni Armeniya ishg'ol etishdan ozod qildi. Azerbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Twitter hisobida Armeniya qismlarining 18 oktyabrdan boshlab yo'l qo'yilgan vaqtliq insonparvarlik urush to'xtatish kelishimi xiloflik qilib, Azerbayjon fuqarolar o'ltiraq rayoni va harbiy bazalarni og'ir darajada zambarak bilan bombardimon qilganligini bildirdi. Bu hujumda talafot kuchirganlarning borligini bayon qilgan Aliyev Azerbayjon armiyasining tegishli javobini qaytarib, Jabroil viloyatiga qarashli Sultonli, Amirvarli, Mashalli, Asalli, Ali Kayxalli, Kumlaq, Hajili, Niyozgullar, Kachal Mamdali, Shahvali, Hoji Ismoil va Saqili qatorliq o'ltiraq rayonni ishg'oliyatdan qutqizganligini bildirib, Qorabog' demak Azerbayjon demakdir degan. Xabarlarimizga ko'ringlar, rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.